Qo'chqor sodda, qo'rs, lekin ko'ngli toza inson. Katta shoirimiz Abdullo Oripov ta'biri bilan aytganda, dunyoni bir ko'lmak hovuz deb biladi. Juda tor qarashlari bilan ko'rganiga, eshitganiga ishonib yashab yurgan odam. U mast bo'lsa butun mahallani oyoqqa turg'azadi. Qo'chqor ayoli Qumrining yuragi haqida o'ylamaydi. Qumri mahalladoshlar yordamida erini daraxtga bog'lab qo'yadi. Qumri mehirsizlikdan charchagan. U o'zini emas, oilasini, bolalarini asrab qolish uchun otasinikiga arazlab ketadi. Bu sahnada er-xotin munosabati kulgili ko'rinsa-da, aslida o'tkir ijtimoiy og'riq yotadi. Yillar davomida yig'ilgan og'riq, charchoq va qadrsizlik bor. Olimjon o'zining ilmiy yutug'i ayol qiyofasidagi robotni olib keladi. Unga alomat deb ism qo'yishadi. Olimjonning maqsadi inson mehnatini yengillashtirish, ayollarning og'ir yukini kamaytirish. U Qo'chqorga shunday deydi: "Bu temir xotin. Ishdan charchamaydi, shikoyat qilmaydi, og'riq sezmaydi, barcha ishni so'zsiz bajaradi." Qo'chqor avvaliga ishonmaydi, keyin qiziqish bilan qabul qiladi. Shu tariqa alomat uning uyiga kirib keladi. Hech qachon gap qaytarmaydigan, hech narsadan shikoyat qilmaydigan mukammal xotin sifatida. Qo'chqor alomatni, ya'ni robotni nikohlab oladi. Alomat ishga kirishadi, uyni tozalaydi, kir yuvadi, molga qaraydi, ovqat tayyorlaydi, ammo unda hech qanday issiqlik, mehr va jon yo'q edi. Qo'chqor ilk kundanoq uning sovuq qo'llaridan bezovta bo'ladi. U shunday deydi: "Xafa bo'lmang-ku Alomatxon, shu Qumrining qo'llari qadoq bosib yorilib ketgan bo'lsa ham bir nimasi bor edi-da. O'sha nima ekan-a?" Alomat inson hissini anglashga urinadi. U Qo'chqorni gipnoz qiladi. Yig'lashni o'rgatmoqchi bo'ladi. Qo'chqor ilk marta o'z dardini his qiladi. Mehnat, haqorat, qadrsizlik bu faqat ayollarning emas, butun xalqning, jamiyatning og'rig'i ekani namoyon bo'ladi. Alomat unga ko'zgu tutadi. Kattalarning yonida bir marta minbarda o'tirgani, hurmat taxtasidagi surati, Toshkentga borgani bilan faxrlanish, tinimsiz mehnat qilsa-da biri ikki bo'lmayotganini tahlil qilib beradi. Qo'chqor shu nuqtada portlaydi. Temir xotin ishdan chiqadi. Zo'riqib buziladi. Olimjon yig'lab, "Siz uni o'ldirdingiz" deya Qo'chqorni ayblaydi. Bir chaqirim naridan suv tashiydi, kir yuvadi, ochofat mollaringizni boqadi, xamir qiladi, tezak yoqib taom tayyorlaydi. Dalaga chiqadi, paxta teradi. Uyingizda hech qachon ish tugamaydi. Axir bu do'zax azoblariga qanday chidasin? Uni avaylash kerak, ehtiyot qilish kerak, deydi. Qo'chqorning javobi esa falsafiy. Alomat bitta o'zbek ayoli qiladigan ishning yarmini qildi xolos. Bu jumla butun asar g'oyasini ifoda etadi. O'zbek ayoli temirdan ham baquvvat. Afsuski shunday o'ylaymiz. Aslida ular baquvvat emas, shunchaki chidashadi.